Albattaki mehmonimiz, men bu san'atkorni o'zgacha hurmat qilaman. Nima uchun? San'atkor, to'g'ri, san'atkor bo'lgani uchun ham, bir tomondan ijodkor bizga qanaqadir yaqin bo'lgani uchun ham eng hurmat qilgan tomonim juda mas'uliyatli. E'tiborli, hech bir muxlisini, hech bir tinglovchisini e'tiborsiz qoldirmaydi. Hattoki shu ijtimoiy tarmoqlarda ham har bitta muxlisini shu salomiga ham, rahmatiga ham javob qaytaradi. Bu e'tiborda ana shu insonni nima ulug'laydi yana? E'tibor ulug'laydi. Loqaydlikdek yomon narsa yo'q. Loqaydlik o'ldiradi odamni. Ijodkorni ham, insonni ham, qalbni ham, hamma narsani o'ldirib qo'yadi. Shuning uchun e'tiborlikda juda katta gap ko'p. Sehrojbek bugun studiyamiz mehmoni. Sehrojbek ko'rganimizdan mamnunmiz. Tongingiz xayrli bo'lsin, ukajon. Dasturimizga xush kelibsiz. Mana shu yo'q demay, bo'lmasam xalqning xizmatida yuradi. Kech keladi. Lekin mana erta tongdan mas'uliyatni his qilib studiyamizga kelishini o'zi bizga ko'rsatilgan hurmat. Bizni mana shu san'atkorni oldida qadrli ekanligimizdan bir nishona deb o'ylaymiz. Sehroj, ijod qanday bo'lyapti? Avvalambor assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar, yurtdoshlar. Taklif qilganingiz uchun avvalo sizga katta rahmat. Xursand bo'ldim taklifingizdan. Ijod yaxshi ketyapti. Hozirgi kunda Ranjima bolam nomli yangi qo'shig'imizga klip oldik, montaj ishlari ketyapti. Ranjima bolam? Mavzuni kim tanladi? Mavzuni o'zim tanladim. Nega endi Ranjima bolam? Inson qarigandan keyin kuchdan qoladi, bir xotira sustlashib qolib aytadigan so'zlarini topa olmay qoladi. O'tirgan misol shu o'rnidan turish ham bir qiyin bo'lib qoladi, kimni bir yordamisiz. Hayotda shu ko'rganlarimizni o'zimiz Urgut tumanida Nur Muhammad Qodirov bir ustoz domlalarimiz bor. O'sha kishi she'rni yozgan ekan. U she'rni o'qigan vaqtimda o'zi ko'z oldimga shunaqa bir yaxshi g'oyalar keldi. Klipini olsam, qo'shiq qilsam shunaqa chiroyli, ajoyib qo'shiq bo'ladi. Shu o'ylaymanki, yoshlarga ham, yosh kattalarga ham yoqadigan umidda o'sha qo'shiqni yozdim. Nasib bo'lsa tez kunda klipini premyera qilamiz. Siz ko'rsatuvingizga taklif qilganingizdan keyin bir o'zi yangi qo'shiq yozatdik. Shu premyera sifatida o'sha qo'shiqni aytish uchun keldim bugun. Bugun bizlar demak birinchi tinglovchilar bo'lamiz. Albatta bugun. Sizdan keyin. Shunday studiyangizda bugun premyera bo'ladi desak ham g'olib bo'lmaydi. Endi bizlarni mana shu Ranjima bolam mana hozir bugungi mavzumizga yaqin fikrlar bilan boshladi Sehrojbek G'ulomov. Haqiqatan ham ota-ona qariganidan keyin, yoshi o'tgandan keyin farzandga, uning yordamiga, xizmatiga muhtoj bo'lib qoladi. Inson mana farzand ota-ona farzandi bo'lgandan keyin qanchalik farzandini yaxshi ko'radi. Shunday. Yillar davomida uni qadrlaydi, uni izozlaydi. Butun borlig'ini, shu hayotidagi orzu havasi farzandining baxti bilan bog'langan bo'ladi-da. Farzandi bir o'qishga kirsa ham ona, ota baxtiyor, u uylansa yo turmushga chiqsa ham ota-ona baxtiyor. Farzanddan ko'ra ota-ona ko'proq xursand bo'ladi-da. Xayolida u shu orqali qadrlanayotgandek o'zini his etadi-da. Shuning uchun mana bizni ko'rib turgan har bitta farzandga aytmoqchimanki, ota-onani faqat yosh bo'lganlarda emas, sizlarga bir yordami tegib turgan vaqtida emas, ota-onani yoshi ulg'ayib, bir keksa yoshlarga kirib qolganlarida ham, sizlarga muhtoj bo'lganlarida ham qadrlanglar. Ota-onani yuzga kirganda ham qadrlanglar farzandlar. To'g'ri, gohida mana shu hozir so'zlari bilmayman nimadan iborat. Bolam Ranjima haligi ota-ona qarang, she'rda ham bolamga malol kelmasin, mabodo ko'proq menga qarashga, menga xizmat qilishga to'g'ri kelib qolsa, bolam Ranjima degan bir ota-ona tomonidan aytilgan so'zlar qo'shiq qilingan menimcha. Sehroj? Tarbiyaviy ahamiyati katta. O'ylaymanki, yoshlarimiz bunga qarab o'zi bir fikr qilib oladi degan umiddaman. Endi juda sirqirrasiz. Sehroj, keyin bir yaxshi xislati bor Sehrojni. Bironta bir shogird tushmoqchi bo'lsa, yordam so'rasa, maslahat so'rasa, hamma ishini yig'ishtirib qo'yib,
shu butun yuragidan shu odamga maslahat berib yordam beradi. Xuddi shunday. Bu xarakter sizga kimdan o'tgan? Otangizdanmi, onangizdanmi? Shu ota-onamizdan o'tgan. Tarbiya. Tarbiya baribir ustozlarimizdan o'tgan. O'tgan. Bir xotirlab o'tsam yaxshi bo'lardi. Ustozim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan marhum san'atkor Furqat aka Mirzayev. Furqat aka Mirzayev o'sha Ajoyib inson edilar. samimiy, ko'ngli ochiq, ko'ngli toza inson edi. U inson shunday edi, bir maslahat so'rasangiz, keyin gaplashamiz, unaqa so'zlarni qilmasdi. Shu yig'ishtirib qo'yib ishini siz bilan gaplashib, chiroyli suhbat qilib, qo'lidan kelgancha yordamini, maslahatini ayamasdi. Ustozni shu yaxshi tomonlarini harakat qilish kerak, olishga, tarbiyasini, ijrosini, o'zini tutishini, Madaniyatli. Madaniyat, ha, Furqat akaga chin dildan havas qilganman. Chin dildan havas qilganman. Shu o'tgandir ustozimdan ham balki shu xislatlar o'tgandir deyman. Chin dildan havas qilganim uchun o'shaning uchun mendan yordam so'raganda xursand bo'laman. Mendan maslahat so'rayapti, yordam so'rayapti. Men ham qo'limdan kelgancha yordam qilay degan. Shu Furqat akaning bir qo'shiqlari bor edi. Yaxshi bo'laylik, yaxshilikni bilaylik, yaxshi bo'ling degan bir shunaqa qo'shiqlari ham bor edi. Yodingizda bormi shu qo'shiqlar? Furqat akani qaysi qo'shiqni yaxshi ko'rgansiz? Furqat akani hamma qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Ayniqsa ichida qo'shni qiz hamma yaxshi ko'radi o'ylayman. Qani 4 qator xirgoy qilib beringda. Qo'shnim qizi ertalab sochlarini taraydi. Derazadan mo'ralab menga zimdan qaraydi. Quyosh bo'lib, oy bo'lib hovlimizga boqadi. Quyosh bo'lib, oy bo'lib hovlimizga boqadi. Borib ayting yangajon, shu qiz menga yoqadi. Borib ayting yangajon, shu qiz menga yoqadi. Gulirana qo'shni qiz, qoshi qara qo'shni qiz. Gulirana qo'shni qiz, ko'zi shahlo qo'shni qiz. Dovcha terib beraymi, kel yonimga qo'shni qiz. Dovcha terib beraymi, kel yonimga qo'shni qiz. Tasanno. To'g'risini aytsam, Furqat aka o'tirganday bo'ldilar. Yaxshi inson bu dunyoni tark etganda ham qadrlanadi. Shunday. Nomi, shu insonga taalluqli bo'lgan farzandlari, yaqinlari, Furqat Mirzayevning farzandiman desa, shu otasiga bo'lgan hurmat farzandiga birdan o'tiladi-da, lekin farzandlari ham juda yaxshi tarbiya topgan Furqat akani. Anvarjon Mirzayev. Shunday. Ko'p uchrashamiz, ko'p ko'rishamiz. Juda ham tarbiyali, yaxshi inson. Demak, Furqat akani shogirdi bo'lsangiz, siz ham yomon inson emassiz. Shunday. Endi bugungi kunda ijodkorlar uchun ham juda katta imkoniyatlar berilyapti. Xuddi shunday. Juda ko'p qulayliklar yaratilyapti. Qolaversa bizning xalqimiz san'atsevar, san'at shaydolari xalqimiz. Ko'proq qaysi mavzudagi qo'shiqlarni so'rashadi xalqimiz? Xalqimiz endi yoshiga qarab so'raydi. Hozirgi kunda ko'proq o'zim e'tibor qaratganim tarbiyaviy ahamiyati bo'lgan qo'shiqlarni ko'proq yozyapman. Vaqtiga yozdik. Ota-ona to'g'risida, vatan to'g'risida, sevgi to'g'risida har mavzuda qo'shiqlarimiz, to'y haqida qo'shiqlarimiz bor. Endi yoshimiz ham kattalarda, shunga yarasha tarbiyaviy ahamiyatli bo'lgan qo'shiqlarni yozishda ko'proq davom etyapman. Hozirgi kunda shunday. Hozir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan. Xalqimizga ko'p ma'qul kelyapti o'sha qo'shiqlarimiz. Internet tarmoqlarga qo'yganimizda ham haligi ma'nosiz, mantiqsiz qo'shiqlardan ko'ra tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan qo'shiqlarni yoqtiradi. Yoshi katta otaxonlar ham yozgani bo'ldi. Rahmat, juda mazza qildim. Hayotiy so'zlar degan yaxshi gaplardan keyin bizga yana ham ijod gullab keladi. Yaxshi gaplar eshitgandan keyin yaxshi ketyapti ijodimiz, Xudoga shukr. Bugungi kunda muxlislar e'tiborida hamda san'atda ham peshqadam bo'lib kelayotgan Sehroj G'ulomov san'atdan nimalarni ko'proq anglamoqda? San'atdan endi tanbehlar bo'ladi, oldin juda ko'p bo'lgan. Ochiq aytishimiz kerak, oldin ijodimizda bo'lgan. Ochiq aytadi, hozirgi kunda ijodingda ancha o'zgarish bo'ldi. Qo'shiqlar yana ham yaxshi chiqyapti. Erkin ijod qilish. Yaxshi chiqyapti. Deyishyapti, undan xursand bo'lyapmiz. Vaqtiga xafa ham bo'lgandik, lekin o'rinli so'zlari. To'g'ri qabul qilishimiz kerak edi. Hozir yaxshi. Tez xafa bo'lasizmi, Sehroj?
Tez Yo'q, xafa tez xafa bo'lmayman. Harakat, xafa bo'lsam ham harakat qilaman shu xafa bo'lmaslikka, to'g'ri qabul qilishga. demak tanqidlarni ham to'g'ri qabul qila to'g'ri qabul olasiz. qilamiz. Demak, kamchiligim bormi? Bu tanqid qilyapti. Shu kamchiligimni yo'q bo'lsa, yana ham o'zgarish, o'sish bo'ladi degan maqsadda meni foydamga gapirayotgandi. Men buni to'g'ri qabul qilay, noto'g'ri tushunmay deb harakat qilyapman. Shunday, ha. Endi Sehroj, bugungi kunda qaysi shoirlar bilan ko'proq ishlayapsiz? Yo qaysi shoirlarning she'rlaridan ko'proq foydalanyapsiz? Bugungi kunda Farg'ona viloyatidan Adham Mirzo shoir akamiz bilan ishlayapmiz va o'zimiz Samarqanddan Husniddin Nafas shoir ukamiz bor. Shu ikkita shoir bilan ishlayapman. Bugun aytadigan qo'shig'imiz ham shu Husniddin Nafas shoir ukamizni she'rlari. Demak, ranjiba bola. Yo'q, bugun bizni bilgan biladi nomli qo'shig'imiz aytmoqchimiz. Ayrim insonlar bir ko'rinishga qarab baho beradi-da. Qaydadir bir kam gap bu, bunday bir seryozni turgan bo'lsam, bu har Jiddiy xil turgan fikr bo'lsangiz. jiddiy yo katta ketgan deb o'ylayman, lekin mana bunday hamsuhbat bo'lib, yonma-yon o'tirib gaplashganda, siz umuman boshqa inson ekansiz. Siz biz boshqa tasavvur qilgandik deydi. O'shaning uchun shunga atab bitta qo'shiq qilganmiz. O'sha qo'shiqda aytib bermoqchimiz. Aytadi-ku, insonni qabul qilishda kiyimiga qarab qabul qiladi, suhbatdan keyin uni o'ziga Kuzatishda. qarab baho beradi, Albatta. kuzatishda deydi-ku. Har inson ham ko'ringandek bo'lmaydi. Kimdir yaxshi ko'ringan bilan zo'r deb tasavvur qilasiz, aslida o'tirib gaplashganingizda boshqa inson bo'lib chiqadi. Yoki kimnidir yomon degan vaqtingizda hamsuhbat bo'lsangiz, u inson umuman boshqa bo'ladi, uni yaxshi ko'rib qolasiz. Hurmatingiz oshib ketadi u insonga nisbatan. Juda xarakteri yaxshi, samimiy, kamtar inson ekan deb fikringiz o'zgaradi. Demak, bugungi siz premyera qiladigan qo'shig'ingiz o'zingni bizni bilgan biladi. O'shanday. Haqiqatan ham har bitta inson o'zi biladi, o'zidan nima o'tganini va uni yaqinlari Qandayligini, kimligini. Endi Bek Muhammad, bizni ham vaqtimiz chegaralanib kelyapti. Albatta. Shu fursatdan foydalanib qo'shiqqa navbat berishdan oldin tomoshabinlarimiz bilan xayrlashib qo'ysak. Demak, qadrli teletomoshabinlar, bugun bizning dasturimizni tomosha qilganingiz uchun minnatdormiz. Bizga salomnomalar, tabriklar yuborgan muxlislarimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Assalom Samarqand tongi dasturini tomosha qilinglar. Sizlarda takliflar bo'lsa, qandaydir bir maslahatlar bo'lsa, biz ularni qabul qilishga tayyormiz. Yuqorida aytganimizdek, QR kod mana ekran chetida turibdi, e'tibor qaratgan bo'lsangiz, shundoq telefonni shu QR kodga qo'ysalaringiz, bizlarga yozish imkoni bo'ladi. Kamchiliklarimiz bo'ladimi? Sizlarga yoqqan tomonlarimiz bo'ladimi? Hammasi haqida qanday fikrda bo'lsalaringiz yozinglar. Chunki biz shu sizlarni yozgan har bitta so'zlaringizdan ilhomlanamiz, kerakli joylarda foydalanamiz, kamchiliklarimizni to'ldirishga harakat qilamiz. Ular ayni paytda bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimiz, qadrdonlarimiz, Assalom Samarqand dasturi endigina mana qizg'in paytga kelganda yana tugab qolyaptimi deyish mumkin. Assalom Samarqand dasturi tugasada, lekin tongingiz hali bardavom. Kun davomida esa bunday hayajonli va fayzli onlaringiz bardavom bo'lsin deymiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Milliy an'analarimiz aks etgan efir Samarqand telekanalida tomosha qilishda va ushbu efirimizni kuzatishda davom eting. Erta tongni qarshi oldikmi? Siz bizni ko'rib turibsizmi? Biz ham ekran orqali sizga salomlarni yo'llayapmizmi? Shuni o'zi eng katta baxt. Endi qadr masalasiga kelayotgan bo'lsak, bu dunyoda yashayotganimizning o'zi bizning qadrli ekanligimizning bir namoyandasidir. Biz o'zimizning mehnatimiz bilan, harakatimiz bilan, shirin so'zlarimiz bilan yanada ham qadrlanamiz, qadrimiz yuksalaveradi. Shunday ekan, qadri va qaddi baland bo'lgan aziz yurtdoshlarimiz, hamisha qadrlanaylik va qadr topib, e'zoz topib yashaylik. Demak, bugun studiyamizda Sehrojbek G'ulomov ijrosidagi hali yangi tandirdan endi uzilgan bizni bilgan biladi qo'shig'ini taqdim etamiz. Albatta, bizni, xalqimizni, millatimizni qandayligini bugungi kunda dunyo tan olyapti, dunyo bilyapti. Chunki biz juda bir buyuk ajdodlar avlodimiz. Mana shunday buyuk ajdodlar yashab o'tgan, qadami izi qolgan yurtda yashayotganimizdan baxtiyormiz, mamnunmiz. Navbat Sehrojbek G'ulomovga. Marhamat.
yig'lab kim kuladi, kimdir g'iybat qiladi. Kimga yaxshi yomonmiz, shukr joni omonmiz. Biz ham oddiy insonmiz, bizni bilgan biladi. Biz ham oddiy insonmiz, bizni bilgan biladi. Bizni bilgan biladi, bizni bilgan biladi. Biz ham oddiy insonmiz, bizni bilgan biladi. Qildik shukr, yo'liga esa sabr. Bizda yo'q zarra kibr, bizni bilgan biladi. Boriga qildik shukr, yo'liga esa sabr. Bizda yo'q zarra kibr, bizni bilgan biladi. Kerak emas himmati, yer bilan teng hurmati. Qiziq emas qiymati, bizni bilgan biladi. Qiziq emas qiymati, bizni bilgan biladi. Bizni bilgan biladi, bizni bilgan biladi. Qiziq emas qiymati, bizni bilgan biladi. Hakkımız yeb quturgan, tuzimiz yeb tupurgan. Düşman bo'lib ulgurgan, bizni bilgan biladi. Hakkımız yeb quturgan, tuzimiz yeb tupurgan. Düşman bo'lib ulgurgan, bizni bilgan biladi. Kimdir jonida tutar, kimdir sinishim kutar. Kimdir jonida tutar, kimdir sinishim kutar. It hurar, karvon o'tar, bizni bilgan biladi. Bizni bilgan biladi, bizni bilgan biladi. It hurar, karvon o'tar, bizni bilgan biladi. It hurar, karvon o'tar, bizni bilgan biladi. Assalom Samarqand.